Karomat. Assalomu alaykum Teshaboy aka, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Bu tinchlikmi? Issiq uyda qalin jabr kiyibsan. Maza yo'qmi? Ko'rmaysizmi? Kun sayin qonim ham ko'tarilib ketyapti. Adajonni oldilardi, oyjonni oldilardi. Yalaman-da. Ha, yaxshi o'ylabsan. Kispirish ishlamayapti-ku bu. Adajon, mana ovqatingiz. Ona qizim, rahmat. Xo'p, yoqimli ishtaha. Voy, Adajon, sizlarga zo'r yangiligim bor. Ikkita chizuv chiqdi. Homilador ekanman. Siz doda bo'lasiz, jonim, siz ada bo'lasiz. Zo'ru jonim. Ota bo'lamanmi? Voy, debotdi. Ada, gender party qilamiz-a? Nima party deydi? Gender party. Kispirish senga. Voy, oyjon keldingizmi? Karomat. Voy, tilgingizni yuting. Siz kutib o'tirdim. Oyijon, buvi bo'lasiz. Voy, sharmanda. Bu ikki xatingizni butun dunyo bilibdi-yu, qaynotasiga ham aytadimi? Xursand emasmisiz? Voy, tilgingiz kesilsin sizni. Mana, eringizni kiyimlarini olib chiqdim, chillali kiyimlarni hammasini tozalab qo'ying. Bolasiga kiygizamiz. Voy, oyijon, eski zamondagi kiyimlarni bolam nima qiladi? Dog' bo'lib yotibdi, hidi sassiq bo'ladi. Voy, hech qanaqa dog'i ham sassig'i ham qolmaydi. Mana baviga bitti qaynoq suvga eko mahsulot, bezallergenlik. Bolaga ham zarar tegmaydi. Voy, sizga o'rgatib turib o'zimda qolmadi. Xo'p. Voy, sharmanda.